birimiz apalarimizning teshig'i chiqib qolgan yurkimiz. Birlari bizni qizim deydi, oilaning sharafini bizga bog'laydi. Birlari bizni hadam deydi, biz bilan mehrlandi. Birlari bizni singlim deb ataydi. Bizni har vaqt qo'g'dig'isi keladi. Demak, hammamiz shunday orzuliqlar biz. Ailemizdagilarning chekisiga qisilgan gul biz. Chiroyli xunchi sing'illarim, undaq bo'lsa, o'zinglarni bir tanishtiringlar. Bugungi tanishtirish bilan arzuyim ko'pning esida qilinglar. Isminglarni mehr bilan chaqirishsin. Qani, kimdan boshlaymiz? Qozam, sizdan boshlamdik. Yaxshimi Umayrada, yaxshimi ustozlar, ikromli ko'rmanlar. İsmim Huma. Davomli elchining gul bo'lib kelyapman. O'zim go'zallik saloniga azroq sho'xdan teklikni hisob qilmaganda xeyli umoqman. Zinaxlarim hech kimga o'xshamaydi o'dang, ha? Ha, zinaxlarim hech kimga o'xshamaydi. Rahmat singlim. Yaxshimisiz Mayrada? Yaxshimisiz. Yaxshimisiz suyimli ustozlarim. İkraldagi ko'rurmanlar, hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Roziyada o'tliq salom. Kasbim bo'lsa girimchik. Yaxshimisiz Mayrada, yaxshimisiz ustozlar. Men Xotin diyaridan kelgan, ismim Amanisa. Men o'quvchi. Ummaq Amanisa. Bizning elchining yarashgan g'unchisi. Yaxshimisiz Mayrada, yaxshimisiz ustozlar. İkraldi ko'rmanlar, hammalarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mening ismim Go'zalnur. O'zim sog'lomlik kasbi bilan shug'ullanan. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz Mayrada. Yaxshimisiz. Yaxshimisizlar ko'pchilik. Mening ismim Filora. Koruldan keldim. Qarshalimiz Filora. Yaxshimisiz Mayrada. Yaxshimisizlar ekran oldidagi do'stlar hamda ustozlar. Mening ismim Ayzada. Men Aqsudiyordan keldim. Bijul bo'lsa 24 yosh. Hozirgi kasbim o'qituvchi. Yaxshimi Mayrada? Yaxshimisiz? Yaxshimi ustozlar? Men yurtdan Qashqardan. Ismim Rashida. Yaxshimisiz Mayrada, yaxshimisizlar ustozlar, yaxshimi tamasibullar. Mening ismim Mayra, Urumchidan. O'zim sog'lomlik kasbi bilan shug'ullanan. Arzuyim qo'limdan kelishicha atrofimdagilarga yaxshilik qilsam. Rahmat. Mahira gapni ochiq-ochiq aytadi. Gaplari ravon, ochiq singlim. Demak, mush elchiga qatnashgan har biringlar biz uchun bebaho boylik sing'illarim sizlar. Sizlarni asrash, avaylash bizning burchimiz bo'lib keldi. Sizlarning dilinglar ozroq chigilib qolsa-mo, mening ko'nglim bek parokanda bo'lib ketadi. Demak, bir-birimizni ayab, asrab mana bugunga keldik. İşlaringlarning yaxshi bo'lishini umid qilaman. Undaq bo'lsa, sizlarni asrayman, avaylayman deb va'da bera oladigan biri chiqamdi va yoki kim chiqadi? Biz ekran qarab boqaylikmi? Yaxshimisiz elchi programmasidagi go'zal qizlar. Mening ismim Saybiddin, men Qashqar maktabdan. O'zim Chinyanlo Xo'jashangda qishda ishlayman. Men 25 yoshga kirdim. Qiziqishim bo'lsa, cheklimsiz yugurish, ya'ni parkotanlikka qiziqaman. Elchi programmasiga kelishdagi maqsadim bundagi men bilan birga o'tishni xohlaydigan, mijozimiz chiqishdan bir qiz bilan tanishish. Qani Saybiddin aziz, saknimizga marhamat. Yaxshimi Mayrada? Yaxshimi ukam? Yaxshi. Ustozlar bilan ko'rishyapsiz? Yaxshimisizlar ustozlar, yaxshimisizlar qizlar. 我上班在青年路好家乡。我们家3个孩子，我有我哥，还有我，还有我妹。还有我妈。Dadangizchi? Dadam to'yga ketgan. To'yga ketgan. Akangizning to'yi bo'ldimi? Bo'ldi. Endi navbat siz keldimi? To'yingizni qilaylikmi? Qilaylik. Xo'sh, endi men qizlar singillarimga baqsam, hammasining bek alohidliklari bor qizlar. Bek jonliq, bek suyimlik bu singillarim. Bugun yangi kelgan Ayzodam singlim mening bilishimcha naqsh kasbida o'qigan-ku deyman. Ayzodam bizga bir naqsh aytib bersa, biz azroq kayfiyatimizni besib, ozodroq muhitga singishib olaylikmi? Bo'ldi. Azodam bo'lamdi ukam? Bo'ldi. Qani, marhamat. Yaxshini anglapla Sayfiddinning ko'zlari yorib ketdi. Meni naq mushuni so'ramoqchi. Shunda xushallab ketdi bir. Sayfiddin nima o'yladingiz? Kimni o'yladingiz? Yo'q, kimni o'yladingiz deb so'rasam to'g'ri bo'lgandek. Men naqshni anglab, kimni o'yladingiz? Kimni o'ylamadi, mush qizvalni ko'rib shu qo'shilib ketdi. Udillami? Ha, udilla. Lekin Ayzodamni bektek to'liq ko'rib bo'lamidimi, ko'rdimi? Ya shu chiqib ketishimda qarab qoldi bo'ynicha, odamdagi avtomatik ba'zi qiliqlari chandurib qo'ydi. Yaxshi ko'rdi ish qilib naqshini va naqshini.
Ali akınız bek yaxşı küzetkiçi qarang fikam. Kim kimga qarayapti? Men masanat turib bil bulamayman chunki menda qarashimga to'g'ri keladi. Kim kimga bakrak qaradi? Kim kimni ancha ko'may qoldi shu Alining ko'zi ishlashlari. Demak, Ali bilib qaptilarki, siz Ayzodamga qarabsiz. Rasmi? Ras. Unda olsa shu qarg'an holatingizda qani savollarni yog'diraylik. 我想问一下6号嘉宾对自己的对象有没有身高的方面的要求？ Bu egizlikka unda talabim yo'q, lekin shu egiz bo'lsa deb o'ylayman. Masalan, qanchalik egiz? Sizdan Menlik pakovimiz bo'ldi. Menlik egiz bo'lsin bo'laveramda. Chiqib tang bo'lib qolmay, azroq egiz bo'lsa bo'ldi. Bir narsa so'rayapman. Bu Amannisaning chechi to'sib olibdi-ku 6-nomer deganni. Qolgan qizlarning to'sib olmabdi. Siz 6-nomer ekanligini qanday bildingiz? 8 ba, 4 ba. 2 ba. Demak 6 kamga 6-nomerga deb bilibsiz-da. Jutsanın arasında şu 6 yok emasmi? Demak bilib oldingiz-a? Azroq egiz bo'lsin bo'ldi-ku. 我合适吗？ Ayzodamning naqshisining xeyli foydasi bo'ldi, Ali, ha. Javob bering. Ikkimiz mos kelamdiganmiz deydi. 身高这方面， Bo'ldi deb o'ylayman. Nima kulgingiz kelib ketdi? Kulitingmi? Odatda xizmat aldirashchiligida inimsiz cho'qim loyiq tanlash va yoki bir qiz bilan aralashib ko'p fursat ajratolmagandek tursiz, a? To'g'ri. Ilgari yurganmi? Birasi bilan, necha qiz bilan? 3. Endi sizlarga qoldi qolgani. Ben sonra baksam mesela bayağı 6. numarını dediniz. Siz 6. numarının nerini?你喜欢他的什么地方？看他头发长吗？还是也有其他原因？也有其他原因。Depesanız bulamdı. 我的一个是看他头发长，然后很可爱。哦。Demek biz sayfidindan umaqraq tipdagi qizlarga ishtigirak qaraydiganligini his qilib oldik, ha? To'g'ri. Yoshingiz nechta? 26. 26 yosh. To'y qildigan yoshga kelib qolibsiz mana. Uydagilar oldirib o'tamdi. Oldirib o'tdi. Undaq bo'lsa, agar sayfidan so'zlab berishni xohlasa, sayfidan 3 qitimliq muhabbat tarixini bizga azroq eslab berib baqsa. Birinchisi bilan qanday tanishqandingiz? 17 yosh vaqtimda bog'cha tanishgandim. Bog'chada? To'g'ri. O'yinchiq o'ynash jarayonidami? Unda yo'lda ketib berib, undaq bir-biringlar o'zing ketding, hiding ketmadi degandek qarabmi? Bog'chada iliq chaqishib qo'yaq kanki, ham beshet telib o'ynayapsam. Qarab turibdi ekan, to'q 1 soat qarab turdi andan keyin. Kimga qarab turdi? Ma. Andan keyin o'ynab chiqqan chog'da telefon numerini so'ragandim. Andan keyin aralashib qoldinglar. Ikkinchisi bilan qanday tanishdingiz? İkincisi bilan Veshin tanishgandim. Undidarda. Undidarda. Fujianda. Tanishib xeyli usta ekansiz, afkama. Uchinchisi bilan-chu? Uchinchisi bilan chachasaqqa kirgan satraqdan tanishgandim. Ishqillar chachasaqqa kiribsizlarmi? Men chachas bo'lib qaytashimda chachasaqqa turib ekan to'q. Qarasam juda chiroyli bir qiz bola. Andan keyin birdan qarab turib chiqqan chog'da Veshinsini so'ragandim. Unda siz sahndan birdan qarab tursak bir ish bo'lgandek turdi, ha? Unda men sal yonga o'tib turay. Sizda qarash bilan hal qilish xil usta ekansiz-ku bo'lmasa, demiş bugun jiddiylashish matchiroqlar bak yorib, sahna sizga sal besim paydo qilib qo'yayotamda. Bo'ldi, besimdan chiqib qo'ydim afkam. Biroz Undidar nomerini so'rab beqman masalan. 3-nomerli qizlarning Veshinni so'rab beqam shu naq maydonda. Siz boya mening chechim uzun, bo'yim egiz, siniqim bor deyotganingiz hozir nemishga 6-nomerga ishtirsiz? İstəmədim, mən də faqat şu tövsiyə qıldım şu. Demək, ko'ngli güp-güp soqavatgan taraf 6-nomer deb o'yladingizmi siz? Ha, mən shunday his qildim. Shu so'rab beqan deb o'ylab baxdim. Xumarimning degan to'g'rimi? Siz 6-nomerdan so'rag'ingiz bormi? Hozir so'ramay. Qachon so'raysiz? Siz ketganda acha demamsiz. Men de parda bo'lib qoldimmi? Yo'q. Agar deb berishni xohlasa, so'rsangiz bo'laverdi. Hozir bak biyab yesib qoldi ekanman. Biyabmi? Ha, ma'qul. Undaq bo'lsa, fikam, biz bunday qilaylik. Sizninki yishingiz, kasbingiz azroq tushundik, oilangizni qisman tushundik. Kimning oilasi haqidagi mazmunlarni bilgingiz bor? Uchurlarni. 5-nomer. Ayzodam, oilangiz haqida bizga deb bering, fikam.
buldu ben 3 bala，老大算是老大，我还有个妹妹和弟弟。o'xshashgansa 3 bola kansizlar chiqilinglar. Andan keyin 我是19年大学毕业，完了以后目前是个老师。 Bu sizning shu ovozingiz go'yinkan-ku bir xil, ha? Ha. Bu tug'mimi shundami yoki mashq qildirib ayndaq? Men isimni qilishcha shu tug'ilib isimni bilgandan tortib shu sahnadalam masalan shosho bo'lamdi yoki yurtlarda bo'lamdi yoki yurtdagi qo'shnilarmi shunday yaxshi ko'rgan tug'ga shu aytib beringlar bolam desa deb chiqib aytib maktab o'qigan vaqtlarimda 6 oyning bir bayramlarda ishda sahnadalam cho'g'aganam keyin shu sizning ovozingiz ham nihoyat inchikishgancho inchik ovozdan going tas. Hayvat qolib ketdi ovozi cho'q. Anglayotgan ali oxirini aytmoqsiz. Meniki nima ham aytolmayman, endi men qizlarni bir xil qo'lqonga bir xil hayvat bir anglandi shuni so'rab baqdim. Talantingiz bor ekan jimasizmi? Rahmat. Hamma qizlarning o'ziga xos alohidligi bor. Hammanglar biz uchun esdalik. Ba'zilar tushib ketsalar qo'l tutishib eslab qolamiz. Masalan, bayatdan texi Fatiguladam ikkimiz mush sahnaga chiqishdan burun Xayrinsa ismli bir qiz bo'ladigan bizning al sahnamizda bir yigit bilan qo'l tutishib tushib ketib to'yi bo'ldi. Afsus biz xizmat aldirashligi to'yiga boramidik. Xayrinsa sizlarga baxt tilaymiz ukam. Sizni asladik. Demak, hammanglarni mana shunday aslaymiz. Suhbatlarimizda, o'zaro mungdoshlarimizda, "Hey, paloni batdi, qandaqroq bo'lganda tushib ketganda baxtli bo'lganmidi?" deb sizlar uqmaysizlar, biz sizlarning surishtinglarni qilib turamiz. Hozir bu bola shiqiqi desidi. Nazariyada kalla bo'lindi. Qandaqlarmi deb turibdi. Mandag'da. Kalla gildinshidi. Demak, bu yaxshi ahvol emas. Hal qilaylik Ali. Hal qilaylik. Qilmaymiz. Biz hal qilishimizning hojati yo'q. Endi uni mush bola. Jazmlashtiramsiz shiqiqi desigini. Aniq 100%. Birinchi qitimliq chiroq o'chirish bosqichiga kirdik. Agar men tez loyiq kelmaydi ekanman, sayfidinga deb o'ylasanglar, chiroqni o'chirib olsanglar bo'ldi. Yoki bu bo'ladi ekan desanglar saqlab qo'yinglar. Talaylik yigit Ayzodam siz uchun chiroq saqlab qopti. Endi o'ylaganingizni Ayzodam? Mening bir savolim bor, so'rsam bo'lamdi. Bo'ldi. 你相信第一感觉吗？是的。 Mesela bazılar 一见钟情deydi o. Bir ko'rib, yaxshi ko'rib qilishga qanday qaraysiz deydi. Sizni xil bo'paq tikan-o, chosh yasatqicha-yu. Yijen jonching. Kanki taylingicha-yu. Shu bir ko'rib yaxshi ko'rib qilishga kerak. Bo'lmasa bekordan telefon numarangizni deydi-a, deyish ketmaydi-ku. O'zbek ishim ketmaydi. Ishamaysiz. Ayzodam siz ishlamsiz? 我会 Sizni bo'paqqa singlim. 有过。 Chiqiq vaqasi sal yengillashdi, masala osonlashdi. Lekin biz yarining levak gap qoldik. Sayfidinni sal endi turtki bo'lib qo'ying. Ayzodamga menba. Endi sayfidindek balla. Bu balla endi nim deymiz, udul, ko'z. Gap so'zni nim deymiz, mundaq agitib, mundaq siliq sipay gap qilmagan bilan o'zining samimiyatini, o'zining muhabbatini gap so'zi bilan yasanmagan bilan harakat bilan ifodalaydi. Vaqtning o'tishiga ergishib, andan keyin osti bo'ladi bu xil odamlarning ifodalashi, ammo chin bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin qaramoq saypini gap so'zini joyida qurashtirib, qizbolaning ko'nglini oldigan tip bo'lmagan bilan amaliyot harakat orqali keyin o'zining haqiqiy bir qandaq odam ekanligini isbotlaydigan bir tip. Shunga biz bu sahnada ba'zi bolalarning gap so'ziga asosanlar uningga bahobasak yana xato bo'lib ketadi. Ba'zi bolalarning gap qilmag'iga asosan bahobasak ham xato bo'lib ketib qoladi. Odamlarning ifoda usullari har xil. Ba'zilar hatto o'zining yaxshi ko'rganini tillab ifodalaydiganlar bor. Ba'zi gap qilmay yushurun vaqt kelganda hech kim ashning yordam bermasa, shu vaqt kelsa sekrib ashning yordam beradigan mandaq har xil odamlar bo'ldi. Shunga sayfidinning hamda shu xil mijoz xarakteri bor ekan. Shun yijen jonching qanday qaraysiz desa, ancha ishlab ketmayman degini, u qoldirmay yashash jarayonida, ko'rishish jarayonida qanchingni bir xil
aldırma yetildirgan narsa deb qaramoqchi. Endi Ayzoda bo'lsa bu qizning hamda balliqidan tortibla san'at hujayrisi va Linxun bilan mundaq nima deymiz uchrashish nisbati yuqori san'atmi bakadan shaklni qolmaydi muzika san'at deganmi bu Linxun masalasiga taqiladi. Unda olgandan keyin bu qizning halaqa his qilish tuyg'usi eng muhim halaqa instinkt deymiz hamda instinkt degan kuchli binningsi kuchliq bevosita sezimli kuchli bu qizning yashash jarayonida shunga tayindi. Sepidinjo yashash jarayonida prinsipga aqlga ma'ning tayindi. Shunga chiqib qolsa bo'ldi. Siz shuni orzu qilyapsiz Aliya hozir. Ayzodamning chiroq o'chirmasligini orzu qilyapsiz. Signal kelyapti endi. Men unda signal keldi-ku. Sizga keldimi? Undaq bo'lsa, mazaratlar uzilib qolmasin, kuchayib ulg'ayish uchun men mana bu Portugaldan bir qonuniy savat ait savol so'rab beray. Hammanglar bilib olinglar, qarang Portugalda. Ma'lum bir qiz kichik vaqtida ota-onasi ajrashib ketibdi. Qiz qonuniy yo'l bilan opasiga buyurilibdi. Shuning bilan onaning tarbiyasi cho'ng bo'pti. Dadasi keyin o'ylamgan yerdan yana bir qizi bor ayolga uylanibdi. Demak, bir oldiga boshqa bir qiz paydo bo'pti. Endi yaqinda ushtimtut bu dada tugab ketibdi. Bu dadaning nomida bir uy bor ekan. Shuning bilan mushu dadadan tug'ilgan qiz bu uy mening bo'lish kerakmikin? Chunki men bu dadamning rasmiy qizi. Keyin oldiga kirgan qiz bo'lsa, dadamga o'z emas deb arz sunish oldi turib etib, mushu elchi orqali Portugaldan bir uqib olay, arz sunsam yo'lliqmi degan savolni bizga qo'yibdi. Devletimiz Ahlak Qonun Dasturining 1127 moddasidagi belgilamalariga asoslanganda mirosga tuvandagi rat bo'yicha mirosga varislik qilinadi. Birinchi vatkilar miros qoldiruvchininki jo'risi, farzandlari, ota-onasi. Ikkinchi vatkilar miros qoldiruvchininki akasi, ukasi, ochisi, singlisi, mo'misi, buvisi bo'ladi. Endi birinchi vatdagi mirosxo'rlar bo'lsa, ikkinchi vatdagi mirosxo'rlar varislik qilinmaydi. Ammo birinchi vatdagi mirosxo'r bo'lmasa, ikkinchi vatdagi mirosxo'rlar varislik qiladi. Endi hozir mushu belgilamaga asoslanganda, hozir endi mushu qizninki dadasining dadasidan qolib qolgan mushu uyga hozirgi jo'risi, ya'ni ayoli. Onundan başqa mushu maslahat so'rgan qizi, ayoli boshlab kelgan mushu qizninki endi o'gay singlisi varislik qiladi. Buningda shu alayda ahvol bo'lmagan ahvollarda mushu tartib bo'yicha varislik qilinadi. Endi buningda bu miros qandoq bilinadi, kimga qanchalik bilinadi degan ishga kelsak, endi bu qonuniy varislik bo'yicha qonundagi belgilemeler boyunca taqsim qilinadi. Rahmat Portugalda. Eng oxirgi bir qitim so'rab o'taysanglar, chiroqni saqlab qolamsiz, o'chirib o'tamsiz? Boyqi savolni so'rashimda sabab bor, chunki Ali ma'lum degandek, biz san'at bilan shug'ullanadiganlar haqiqatan ashta kelamiz. Burun mendan so'rasa men cho'qim ishonmaydim. Lekin bu hozirgacha shu kasbni qilayotgani yil Naq 10 yıl oldu desem buldu. Naq muş kes sayaga kirib, muşunu qovat qili. Şunga meningcha bo'lganda bochi. O'chiribsiz shunaqmi? Ayzodam, men udul so'raya singlim. Siz sayfidinni ko'rib bir xil tunji sezimingizda yaxshi bolaga chiroq saqlab qilib tushib ketaymi-ya degandek umidlanganmidingiz? Xudo desam buldu. Bana tuncu belgen tesiri bolsa, balkim sahneye çıkanken azırak ciddileşiş boldu lekin, bence就是很老实。Yuvaş, iş okuduğun， 好沟通的那种。Seyfidinning bir kamchiligi, bular hozirgi belgen ta'siridagi kamchiligi qiz bolani zeriktirib qo'yishi mumkin. Amaliyot undaq emas. Amaliyotda bo'lmasa mumkin, uni bilmaymiz. Zeriktirib qo'yishi mumkin, zeriktirib qo'ymasligi mumkin. Endi qiz bola degan bir xil erishchan. Qandoq yumshoq bo'ldi qiz bola degan. Sen bir xil qattiq bo'lganda ularni qattiq bo'lashga to'g'ri keladi. Bu qattiqlikni biz yaxshi ko'rmaymiz.
Shundaqmi? Bu qattiq yaxshi ko'rmaymiz. Sen birovni qancha hurmat qilib, qancha mundaq qilgansiri, qarasirab bearam bo'ldimi? Qancha o'zing chiqarsan, qancha tabiatan chiqarsan, qarasirab shundaq rohatla qoldi. Rahat, to'g'ri. Do'stlar orasida bek hurmatla ketish do'stlikni shakllantirmaydi. Bir-birisidan nima kelsa deysa, shundaq rohatla qoldi. Shunga senalaqa menimcha sen qizlarga bek noch obraz yarataman deblam. Ben bir obrazni yarataman deblam. Andikin aksiya qizlarda bir xil azroq rohatsizlikni shakllantirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Esingda bo'lsin, har qanday odam vaqti kelsa, har qanday bir narsadan rohatlikni ustun qo'ydi. Kim yoki har qanday bir narsa uningda rohatlik shakllantiradigan odam shu narsa qarab intiladi. Butun tijoratdami shu, kishilik munosabatdami shu, kim kishilarda rohat shakllantirsa, hamma narsa shunga qarab intildi. Biz buni tatilish deb qaraymiz. Kim rohatsizlik shakllantirsa, hamma narsa uningdan qochadi. Ta'limi qochadi, odammi qochadi, boylikmi qochadi, baxtmi qochadi, hamma narsa qochadi. Shunga mush nuqtaga diqqat qilsang, menimcha kelgusida yaxshi qiyiqqa uchrashishim mumkin. Yaxshi qiyiqqa? Yaxshi qiyiqqa. Ma'qul. Ali akangiz bek to'g'ri dedi fikam. Turmush bir safar. Er ayol shu qo'l vaqt tang chiqquchilar. To'lqinga dush kelsimi, uni yerib o'tkichilar. Birlikdajimi, o'zi yolg'iz emas. Endi Ayzodam singlimning chiroqni o'chirib etishni men qo'llayman. O'chirib eting singlim. Afsus enim, bugun hamma chiroqlar o'chib ketdi. Endi bo'lsin bir tuyg'ularingizga o'rtoqlashaylik. Siz faqat chiqib kelib qolmadingiz sahnada. Bo'ldi. Nima o'yladingiz? Bundan men senlarga chiqib boqmagandan keyin bu hayajonni o'diqdim. Hem hayajonlandingiz, hem o'diqdingiz. Shuni bo'lsin desangiz bo'ladi. Biz sizga shuncha fursat berdik. Biz ko'proq paran qilgan bo'lsangiz, aslida o'zingizni biz bir ko'rgan bo'lsak, balkim natija boshqacharoq bo'lishi mumkin. Hamda dunyoda hech kim sahnada o'zini iqtidorini o'zi o'ylagandek joriy qildira olgan emas. Hech kim. Sahnada faqat nimasi shu ondan bir altimizni iqtidorimiz joriy qildiramiz. Bu asli nimasini ifodalab ko'rsatmay qoldi. Umras. Ammo biz ko'rsatmaganingdimi biz ba'zi narsalarni hamda xulos qilamiz. Shu 5-numurli qiz yoqtirgansini. Ammo 5-numurli qizning yoqtirgan texmi, yoqtirgan tipi oz deganda 6 yosh, 7 yosh cho'ng. O'zidinchoq. Bundaq odamlarni texmi 5 yingdamda qandaq bo'ldi bu qiz. Shunga keyin anadan o'chirib qoldi. Sizni o'z oldi turyapmiz, fikam quruq qo'l tushib ketmang. Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan shifr markali energiya quvvat yurishligini sizga sovg'a qilaylik. Qabul qiling. Rahmat. Rahmat. Omadli bo'ling. Xayramsa. Tuyuqsiz uchrashishlarda baxtingizni topasiz. Topamsangiz elchi keling. Kelaman. Bo'ldi, saqlaymiz. Yaxshimisilar, men hozir sahnaga tushdim. Sahnada bek tamtirib ketganligim uchun qizlar bilan yaxshi fikrlashamay qoldim. Bununla bilan afsus ketmayman. O'zimga loyiq bir qizbol topqicha men davomli qatnashaman. Qarisi xiyrichalik, mana kelima deb tushib ketishlardan. Qoida odam bek yaxshi qilaman degan vaqtda yaxshi qilib bo'lmay qoladi ekan. Xuddi biz ayol kishimi tomoqni bugun ajoyib o'qishni o'taychi degan kunlarimiz tomoqning qilib yo'q o'xshamay qolganidek, bugun sayfidan sahnaga chiqib bek yaxshi o'zini namoyanda qilmoqchi. Afsus, qaraganda shu o'ziga besim qilib oldi. Degandek yaxshi ifodalayolmay qoldi. Undaq bo'lsa, qizlar bir naqsha anglab yetamdi. Anglamsizlar? Qiynamsa, birga anglaylik. Ana gün
endi sahnamizga chiqmoqchi bo'lgan yigitning biz mau ekran filmini ishlashga ulgurmay qoldik. Partikulada Ali ma'lum. Chunki bak tuyuqsizlar jiddiy xizmat aldirashligida sahnamizga kelishga ehtiyoji bor ekan. Shuni bilan rejissyorlar gruppasi bo'ladi deb o'rlashtirish qilibdi. Undaq bo'lsa kutib olaylikmi qizlar? Sirliq mehmon deb turay hozircha ismini men bilmay qoldim. Qani sirliq mehmon marhamat. Qani sirliq mehmon marhamat. Boyjon. Qizlar qanday ahvoling? Yaxshi turdinglarmi? Riyosat Mayra yaxshimi? Yaxshi. Suyimli ustozlar, hammanglarga mendan salom. Niye kelar? Nim degan chiroyli qizlar bu. Sizning chiroyingiz yaxshidu? Yaxshi endi, bugun endi bu yerga chiqdiki. Deginim alayida bir xil daviraya udul. Masalan, bir hadislar bilan chiroyingiz azroq buzilgan bo'lsa, xijolatchilikni yo'shirish uchun va yoki o'zingizni teqa qabul qilib bo'lmay niqob taqadingizmi? Nima ish bo'ldi? Yo'q, undami ish emas, endi meni tunish bilishlar odatda sonita deydi. Meni iliq chiroyim bir qattiq shadisi bo'lib buzilib ketgan bo'lib, shunga endi mundal chiqsam qizlarni qo'rqitmay deb men. Shuning bilan sal men taqavroq. Amaliyot bumi yarashqancha men. Hidach asizlik chiroyingiz mani qapti yaxshiraqmikin deyman. Ashamka? Amay turaychimi? Ha, ma'qul. Xush keldingiz, ma'lum bir odamman. Ismingiz nimadingiz, ha? Mening ismimni so'ramay turing, yili tabiiy deb birman. Yeshilbash. Yeshil maxluq deb turaylik. Lekin men mushta ajviy odamlarni ko'rsam, shu ashlar uchun raslam chiroq saqlab qolgim keldi. Men sahnaga hozir chiqdingiz emasmi? Lekin ma'lumotingizni ko'rib, rasman bek yoqtirdim sizni. Men siz uchun chiroq saqlab qolman. Rahmat. Men agarchi chiroyingiz shu hozirgi shu niqobning ichida, masalan, bek buzilib ketgan, bek operatsiya qilib yoki bir hodisa yuz berib bir ish bo'lgan bo'lsa, yana men sizni qabul qilmayman. Agar endi Nimishqa? To'xtab turing. Nimishqa xumari? Men uchun chiroy muhim emas-da. To'xtang, hozir chiroydagi gap emas. Hech qanday tushunmaysiz. Tushunmasam, lekin men o'zimning tashqi qiyofatidan qarasam, ya'ni o'zim boshqa bir holatlar bilan to'xtang, qo'saq sag'an. Sal pakaroq. Men tasvirladim, ranjimang ha, qayrinishim. Yo'q, hech qilsa. Chunki meni yaxshi ko'rib bo'lgansan. Kim deydi sizni yaxshi ko'rdi deb? Yo'q, o'zi hozir chiroqsiz uchun chiroq saqlayman degan o'zi shu yaxshi ko'rib qoldim degan gap bu. To'g'ri. Moyrada maras yoqtirib qoldim. Yo, jinim men chiqmayapsan. Jim turing. Xumarim, siz jim turib turing. Ma'qul chiroqni o'chaman, ma'qul. Siz jim turib turing. Yaxshi ko'rib qoldim degan gap bak ig'ir gap chumasinglar. Men yoqtirib qoldim. Nima qaringiz yaxshi ko'rib qopsiz, nima to'la ishqisini chiqarasiz. Ali, to'xtab turing. Biz bu yerdagilarga mas'ul bo'lishimiz kerak-ku. Bu bola qarang. Bu bola qanday bu bolami shu yaxshi ko'rib qoldim. Datida endi qanday qilsiz? Ikkimizning muhabbatiga daxli qotdi hozir. Yaxshi emasmi? Ma'lum yeshil odam, qarang. Siz mendan cho'g'mi kichikmi? Necha yosh? Men bu yil 41 yoshga kirdim. 41 yoshga. To'y qildingiz, qilmadingizmi? To'y qilmagan bo'lsangiz ham bo'ldi. Endi men to'y qilgan. Ayolingiz bormi? Ayolim yo'q. Yo'q desak bo'ladi. Ayolim yo'q. Endi siz bilan deyishayotgandan keyin bo'lamdi. Balangiz bormi? Balam bor. Nechisi bor? Ikkisi bor. Aldingizmi, Xumarim? 41 yosh, 2 balasi bor, ajrashgan. Qabul qilamsiz? Mayli, qabul qilma. Mana Xumarimga boshqa ortiq gapim yo'q. Agar o'zi qabul qilgan bo'lsa. Rahmat. Ruxsat qilsangiz, paranjamsizlar. Mayrada ruxsat qilsangiz, yaqindimda bir ko'rib olsam degandim. Xumarim aytgansiz nimaga? Siz nimada maqlayapsiz? Ya men faqat shu yaqinni ko'rib olsam, bo'yingiz kimiz qandaroq kelarkin deyman qo'yimdi. Baramdam. Ishqib yurgin bir xil. Bistaq. Qancha maxluq kelsangiz, yanada bek go'zal ekansiz. Rahmat. İyi xosimi erim yaxshi degan shuda. Ya mama qoldan sal bo'ldi. Shuni saat yo'q degan nima rasmiy his qildim juba. Yo'q, bu jubajining gapi qarab. Ha, mau iyiq bo'lsin, ering yaxshi degan sizga sal baldur sahnaga chiqib. Siz sal paranglashan qizlar bilan. Bo'ldimi, Xumarim? Qizlardan biri bevosita so'raveray, bir so'raveray.
Endi şu men elchi programmasini shunchaki yaxshi ko'raman. Bu elchiga chiqayotgan nurg'un o'g'il mehmonlar chiqqandan keyin bizning suyumli riyosatchimiz Mayra Aldular so'raydi. Qani ukam yoki palonchi siz bunda ko'nglingiz ko'sa qani gap qiling desa, birinchi qizlardan kelsin deydi. Unda bo'lmaydi. Chunki bu yerga qizlar bizni tanlash emas, biz qizlarni tanlag'ili keldik. Undan keyin qoida bo'yicha biz o'zimizningki o'y fikrini deyishimiz kerak. Dadillik bilan. Uning ustiga bizningki jinsimizning o'xshamaslik sababi bizni deydi. Bo'lgandan keyin sal dadilroq bo'lgan yaxshi. Qizlarning dadil bo'lib ketgandan o'g'illarning dadil bo'lgani yaxshi deb o'ylayman men. Xo'sh, qizlardan xil amroq bo'lib kelyaptimi? Qizlardan so'rab baqsam, masalan bu savol bekchi bo'lib ketdi-da. Masalan, sizlar qanday o'g'illarni yaxshi ko'rsizlar deb. Endi bu qanday o'g'illarni yaxshi ko'rsizlar deganing o'zi har bir mishada turgan bizning qiz mehmonlarimizning hammasi o'ziga xos yaxshi ko'rish uslubi va shakllari bor degandek. Endi sizlar qanday yaxshi ko'rsizlar, 8 xil javob bersanglar, balkim uning hammasiga mening tushishim natayin. Uningdan endi men o'zimda bor narsa orqali sizlarning yaxshi ko'rgan narsanglar menda bormi yo'qmi, men shunda baqayman. Birinchidan men shu nayt aqko'ngil kishilarga yordam qilsam deb o'ylayman. Uning ustiga mening yeyotgan yemeklerim hepsi yeşil mahsulotdan chiqqan. Bishim ichib ketganda bu yeşil mahsulotniki rangi boshqacha ketganda endi. Unda olgandan keyin aql odamlar ximiya o'g'itlardan jiroq bo'lgandan keyin sap bir aqko'ngil keldi shu. Odatda yeşil mahsulotlar xeyr qimmat turmush sifatingiz yaxshi ekanda sizning ha? Turmush yaxshi. Endi demak mening masalan ortiqchiligimning birinchisi aqko'ngil, ikkinchidan xushchaqchaq. Üçüncüden anca-muncha bak kasbiy mundaq turib chalaymisanmi? Herhalde ancha-muncha mundaq gitar, sazpazlarni chalalayman-da. Naqshbaqshiga bilsin ba usul mundaq o'ynaymiz degandek. Usul o'ynay olamsiz? Deb qapsiz. O'ynab baqamsiz? Mayli-ku. Ha, ma'qul. Shu go'zal qizlardan birasinglar jo'rib birasinglar endi. Mayli juma. Xumarim jo'r bo'lamdiki sizga. Xumarim, qolgan qizlar sal qo'rqdi-ku deymiz sizning niqob taqqan oltingizdan. Xumarimga men bugun amal qilamadim. Xumarimga kelsak, endi shu men bilan asosiyatda usul o'ynag'is kelyapti. Boshqalarni aytgan, men bilan bundoq quchoqlashib tansi o'ynag'is kelyapti. Yo'q, uning ruxsati yo'q. Men niqob taqqan bilan qizlar tansiga toza. Qizlar yo'q, niqob usul muzikasi qo'yaylik. Qani, usul-a. Akudu deryaları sul süzük bağrıda tamaşa oynan tuzuk. Akudu deryaları sul süzük bağrıda tamaşa oynan tuzuk. Özemge toqa çıktı, vayda dey taxtı sen topa çüştü, vayda dey taxtı sen topa çüştü. Yanın takdiri bilen vayda dey, minin ko'nglim sana çüştü, vayda dey minin ko'nglim sana çüştü. Yanın takdiri bilen vayda dey, minin ko'nglim sana çüştü, vayda dey minin ko'nglim sana çüştü. Zaranza yuzaranza, vayda dey içilip tu her yanza, vayda dey içilip tu her yanza. Hiç kişimge kirmeptim vayda dey. Endi men bu niqobni taqab chiqishlik maqsad. Aldi bilan hamda o'zimni bir sal boshqalarga nisbatan bir indeymiz endi bir sirliq beraylik deb qildim. Ikkinchidan endi buni taqab chiqishlik maqsad hozirgi atrofimizda etrafimizda mushunaq niqob yashayotgan insonlar intayin ko'p. Endi mening o'ylig'im mush niqobni qanday qilsak avtalaymiz shu Ali olimdan bir so'rab baqsam demoqchi. Ali, bugun yangilik bir ish bo'lyapti ha? Axiri murakkab ishyapti ishlar. Sal murakkab ha? Buni davlat tilida masalan juangbi deb qo'yamiz. Bu juangbi degani amaliyot nima desa, odamlar bir xil mudofaa mexanizmi hisoblandi. Bir odam
ming odam bilan uchrashsa ming xil holatga qoldi. Bu o'zining xohish emas, o'zining bir xil royim emas. Faqat nima desa, ming odamning kelganda ming xil mudofaa kirib qoladi. Bu xil mudofaa nima desa, ming xil xarakterga, ming xil chiroy ifodasiga va ming xil mijoz kirib qoldi. Biz buni niqob deb qaraymiz. Ammo buni u odam hargiz xohlab unda qilgan emas. Balki nima desa, qo'g'dinib shunda qildi. Chunki endi odam qalb zahmi tufayli nurg'un vaqtlarda bir xil qarshi tarafning bo'lib o'z tunimagan odamlarning uningga zaxm yetkazib qo'yishni, uni yaralantirib qo'yishdan ansiraydi. Bu xil yaralantirib qo'yish cho'qimli jismoniy jihatlik emas. Masalan, zanglik qilish, ko'zga ilmaslik, tashlab etish, ayiblash shularning hammasi amaliyotda psixik jihatni yoki ruhiy jihatni yaralantirish bo'ldi. Dal mushkil yaralantirishlarga mudofaa qilaman deb odam aslidagi tabiatini yo'qotib qo'yib, aslidagi o'zligini chiqaray desa, qarshi tarafni uni yaralantirib qo'yishdan, zanglik qilishdan qo'rqadi. Amal yo'q nima qildi desa, bu xil yaralanishdan ansirab bir xil shundaq bir boshqa o'ziga o'xshamaydigan bir obrazni yaratishga, boshqa bir chiroyni shakllantirishga, boshqa bir odamni bunday aytganda akilishga to'g'ri keladi. Bu amalsizlikdan bo'ladi. Ammo bu xil obrazni yaratib jarayonida aslidek o'zini yo'qotib qo'ydi. Bu aslidek o'zini yo'qotib qo'yish bizda osti xarakterlik qayg'urishni keltirib chiqardi. Osti xarakterlik qayg'urish dal kishilar da'vatgan burxtumlik kesilning bir xil ojiz, ammo osti xarakterlik holati, menshing holati. Bu vaqtda odam bir xil xushal bo'lmaydigan, bagajlar erkadigan, tortadigan, bir xil turmushning hech qanday ma'nosi yo'qdek his qiladigan, shibinglab qoldigan, bir so'qashqisga qoldigan, andishlar qoldigan, uyqusi kamlaygan avvallarning hammasi amaliyotda mushdan tip yiltizi. Hamda bu ishil maxluq apandi nayt yaxshi bir narsani o'ttirib qo'ydi. Ammo masalani o'ttirib qo'ydi, ammo o'ttirib qo'yish yuchis yaxshi emas. Ya'ni buni bir xil salbiy qaratdi-da. Niqob degini bir xil uningga bo'lgan bir xil qilgan emas, qilshu emas. Hissiyat aralashganda, demak yo'g'ini niqobcha sunmamdi degan bir orzu bilan da'vatidi. Ammo bu unda o'ng'ay bo'lmaydi. Hammadamning shundoq bir xil xotirjam, shundoq bir ozod yashag'isi bor, ammo unda qilolmaydi. Shunga bu hargiz uning tanlash emas. U tanlab unda qilib olmaydi. U o'zining rohatsizligini o'zi biladi. Ammo uning amal bo'lmaydi. U toki niqob taqishning hojati yo'q bir qalb zahmisi to'liq saqaygan vaqtda, qo'rqinishning hojati qolmaganda, andin atalmish niqobni tashlab etaydi, rohatni alaydi, sap havodan niqob yo'q holda nafasni alaydi degan gap. Buning jarayon ketadi. Bu hargiz bu odamning nacharligidan, bu odamning yasalmiligidan bo'lmaydi. Ya'ni nima desa, odam badanidagi tabiiy amalsizlikdan kelgan bir mudofaa bo'ldi. Rahmat. Ali, men bir narsaga endi sal hayronligim bor-da. Xumar singlimga men amroq, bu singlimni asirg'imla kelib turdi. Bu bugun faqat gap anglamadi. Mush holat turdi. Masalan, bu qayrindishimlar hargizmi o'ylaqi siz bo'lmaydingiz xumarga deganim emas. Hech bo'lmaganda bu qayrindishimiz, bu do'stimiz o'z haqida jiq uchurlarni oshkorlamagan ahvol ostida xumarim buningga bu yigitga siz bo'ldi ekansiz, sizga chiroq saqlab qolaman deb qoldi. Endi qizlardagi mush o'zi bilmagan, o'zi tunimagan va yoki o'zi hech nimasini bilmaydigan odamga nisbatan masalan bir ko'rib yaxshi ko'rib qilish bo'lamdi ekan desam, men niqob oldidan har qanchasini bir ko'rib yaxshi ko'rib qolmagansiz, singlim. Qanday tuyg'u bu? Endi odam degan hissiyotli maxluq deymiz. Bu nima degan gap desangiz, odam harakatlari, odam qarorlari, odamlarning tanlashlari, barliq narsa odam ichki dunyosidagi hissiyotga asosan bo'ladi. Hissiyot o'zgargan hamon qarorlar o'zgaraydi, tanlashlar o'zgaraydi, ham idrok tushunch o'zgaraydi. Hamda qizlarda tungshim bo'ldim deydi. Bu tungshim bo'lish nimadan keldi desa, biz masalan kunda o'xshash bir narsalarga uchragan vaqtda undaq tungshim bo'lmaymiz. Ham biz bir g'alitilik, o'zimizning odat ko'radigan narsalarga o'xshamagan narsalarni ko'rganda, o'xshamagan narsani anglaganda yoki o'xshamagan bir muomalalarga uchragan vaqtda tungshim bo'ldi odam. Nima qilsa u vaqtda boshqa bir manlik tuyg'usi shakllanib,
odam bir xil bu do'nshin bo'lish xushal bo'lish natayin yoki qo'rqish bo'lishi mumkin yoki hayajonlanish bo'lishi mumkin yoki hayronlik bo'lishi mumkin ish qilib bu tip tinch bir xil zerikishlik holat tuyuqsiz hissiyot qatlamida o'zgarish bo'lgandan keyin odam badani bir xil qayta tirilgandek his qilib ketadi qo'rqishmi amaliyotda bir xil hissiyot emasmi shunga garchi bu yeshil maxluq chiqib menimcha Zulxumarga bir xil hayronlikdan iborat bir xil xavchishingdan iborat bir hissiyotni ato qilib qo'ydi yoki hissiyotni tartib etgandan keyin Zulxumarda bir xil shundoq bir xil hayotiy kuch degan shu hayotiy kuch degan shu hissiyotning tavrinishni hayotiy kuch deymiz emasmi shunga bir xil nihoyatda havas qilgan bo'lishi mumkin ham Zulxumardek qizlar hamda o'zining bolaligini-chu bolaligini seg'indi o'zida bolalik hissiyotlarini qo'zg'ay olgan har qanday bir odamni yaxshi ko'ra qoldi balkim bu yeshil maxluq Zulxumarning shu o'ziga ayon bo'lmagan yushin anglardagi bolaligini bola Zulxumar bola xumarni uyg'otib etgan bo'lishi mumkin shunga bunimi biz to'g'ri tushunsak bo'ladi xumarim 5 yoshli qizlardek tanlashni qildi abaya shunday u mahga dada amanga liqabni apagina degandek ish qilyotidi yana chiroq saqlashda turamsiz xo'sh birinchi qatimliq chiroq o'chirish bosqichiga kiraylik oldi bilan sizdan so'rab olay to'xtanglar qizlar sizning qizlardan so'raydiganingiz bormi bor so'rab beringlar yana birisi mening bunda bir savolim borchu masalan qisqasi men shu tomoq yetishni bek yaxshi ko'rmay ayildi men bu tomoq etish menga nisbatan bir huzur deb o'ylayman bo'libmi tomoqni o'qishib yeyishning o'zi men uchun dunyodagi uningdan yaxshi bir huzurchu ayollar to'g'ri ayollar tomoq etadi bunga kelganda mening texnikam jazman sizlarnikidan bek yomon men degan anda qilib manda qilib demayman balkim sizlar mendan o'qish tushunlar mumkin ammo mening o'ylaydiganim qanday desa birinchidan sizlarni faqat ish qilsag'im yo'q men o'zim qo'l silib qilgan ishning natijasini ko'rishni bek yaxshi ko'rgan odamchu mush tomoqni men aytsam masalan aranglarda yo'q men shu kishiniki mush qozon beshig'i aralishish bilan faqat xushim yo'q deydigan qizlar bormi yo'qmi tomoq to'shik ishiga bak aralashishni yoqtirmayman deydiganlar bormi qo'l ko'tarib yiqinglar 1 2 ma tarafdanchu voy tayyor tomoq shunda ketadigan o'xshamamdi qizlar demak mana 8 qizlarning ichida faqat ikkisi o'g'illarniki qozon beshig'i aralashishni faqat xohlamaydi qolgan 6 yaxshi ko'rdi ekan to'xtang tomoq etadigan yaxshi erkansiz o'zingizni tushuntirishingizcha siz oq ko'ngilkansiz pulni topatgansiz nemish ayolingizlar o'chishib ketgan sizdagi yaxshi erni nemish ayolingiz bo'ldilar deb endi ajrashib ketishdagi bunda bir maqsad bor qaraganda endi shaxsan bu mening ko'z qarashim hech kimga vakillik qilmayjimi demak odam nihoyatda yaxshi nihoyatda isil bo'lib ketgan ahvolida boshqalarga bergan tuyg'usi qanday bo'lib ketgan kullaydigan bir ish bo'ldi ekanchu bak yaxshi bo'lib ketgandan keyin to'xta yaxshi mening yonimdan ketib qolsa aqcham palonchi bilan deb bir yer chiqib xizmatdoshlar yoki bir savoddoshlar yo do'st birodarlar bir bildigan shu kullash deganning o'zi kasallikmi alimali hamda u kullashning darajasi bo'ladigan narsa oshirib aytgan demakki masalan kullashga bir xil to'g'ri joylar bor bu vaqt kullash shikli odamni xush qiladi qarshi tarafni xush qildi ham ba'zi kullashlar bor u kullash emas u bir xil qarshi tarafdagi anchongan baktuvallab ketgan vaqtda gumonxo'rlik ya'ni amniyat kulliguchi shundoq azoblandi uningmi undaq kulligisi yo'q kullash faqat uning azobining bir xil ifodasi u qandoq qilishni hech qandoq bilinmaganlik uchun qarshi tarafni kontrol qilish orqali o'z hissiyotini kontrol qilmoqchi bo'ladi garchi bu bir mag'lub bo'lsa-mu ammo u uningdan boshqa hech qanday ishni bilmaganlik uchun amal yo'q kullaydi shunga kullashning kasallik holatlari bor kasallik tiplari bor normal kullashlarmi bo'ladi odamda hayvonlardan bo'ldi kullash bo'libmi hayvonlar qanday vaqt kullash bo'ldi desa kuylash mezgilida kullash bo'ldi chunki masalan o'zining etizida boshqalarning bug'doyini o'stirish xohlamagandek shunga bu normal ammo bayatin degandek kisel tipiga kirib qolgan anchonga baktuvamlar ketganlar bor bularda amal yo'q qandaqroq loyiq topmoqchi endi birinchidan
mush faqat sirtqi girimsiz chiqmaslik kerak. Masalan sizdek mana kiyim kecha qarang, shunda chiroyli girmingiz joyi chashpa. To'xtang, mendan o'ting. Albatta, sizni o'tay. Bosh qizlar kelayli. Uydimi girim bilan chiroy. Ayol kishi jazman shunda turish kerak-ku. Ikkinchi talabingiz. Ikkinchisi, baya Alimalim degandek kullash degan manda ishlar asosiyatda yo'q bo'lish kerak-ku. Sizni qat'iy kullash kerakmi? Yo'q, qat'iy emas. Endi bir-biriga ishonmagan bo'lsa, nima ish qildi uy kirib to'y qilib deymanda? O ishini shug'ullig'i uchun bir uy kirdi. Shunami? Hozir ishinish kerak. To'xtama, yo'ldishim, ya men mening ayolim deydi. Ishimdigan. Uchinchisi, menga madad beralaydigan. Jiq ish qilib beramiz-mi? Menga madad beralaydigan bunday qizlar kerak. Bugun, xotin, bugun men palat azroq so'dyapti, yamiz palan bir ish qilyapti. Meni bunday qilib, pulni qachida deb bu nega gapirsiz u pulni? Biroq yo'qqa keschu deb qilib endi bir boshlaydigan ishnimi suvitadigan bir odamlar-chi. Ashuna o'rniga azroq qo'llab, "Bo'pti, men pulni tuting, tijoratni qiling, yamiz palan ishni qiling." Bular bo'lmay qolsa, voy, hayot yana bir qilmasa qildi. Bunda qo'llaydigan shuldi-chi. Ashuna qo'llaydigan bir qizlar bo'lsa deyman. Uchta talabingiz deydig'ini menda. To'rtinchisi. Qo'lni so'zib qo'yib, o'zini obdan kutib. Mana shunday bir yaxshi turmush kechiradigan ishni ayollar o'sga deyman. Qizlarning nazaridagi hamma ishni qila oladigan tomoq atmajini siz komjo tarbiyalaydigan ermi maqsad? Shu ashundaqroq bir yerim bor. Undaq bo'lsa qizlarni chiroq o'chirish bosqichiga akirsam bo'lamda? Men eng oxirgi bir savol so'rasam-da. So'rang. Mush qizlardan so'rab baqsa, enchongan deydi ekan, bexatarlik tuyg'usi deymizmi endi? Mush bexatarlik tuyg'usi, nurg'un qizlar deydi ekan, siz menga bexatarlik tuyg'usi beramiz yoki mush bexatarlik bu bexatarlik tuyg'usi degan masalan nima endi? O'g'illar qanday qilsa shu enchongan degan yetildiradi. Endi men sahnaga chiqqanda beri men bir enchongan ota qilsa deb baxmabdiman, o'ylab baxsam. Ammo da muhimi shu turmushimiz ritmlik o'ssa, boshqalar o'xshayman chuqur vaqtda telefon qilsa, ya men san telefon qilgancha chuqur olsa demayman. Chiroyini hech qanday ko'mgan ahvol ostida bexatarlik tuyg'usini bu erdan topa oldingizmi demak? Men aslida esida borligimni men his qildim. Bo'ldi, shuni o'zi yetarlik. Undan qaysilar tushuntirib qo'ya olsa enchongan deganni? Meni yaxshi ko'rganligimni men his qila oladigan shu ganjoni menga baslam, shuning o'zi men uchun ancha. 8-yillik siz oyoq bilan paranlashyapsiz hozir. Nima? Undan esa o'g'lixon deb sizni bunday chiroyli, sizni papilib, bu saytda yomg'ir yoqqan kunlari sizga chopinimni silib, undan esa kiydirib, faqat bir bunday o'tanglar qas. Hey, metrlama. İşlardan, minda qildiganda ishlardan yomg'ir yoqqanda chopon sepasa, yo bo'lmay qolsa jiq pul xajlab bersa, yoki bo'lmay qolsa kiyim-kechakni jiqab bersa, yo siz degandek undaq shirin sukkar so'zlarni dapaslam, u bexatarlik tuyg'usi bo'lmaydi. Undaq bizning turmushimizda undaq har xil uchraydi. Pul xajlab berganlar uchraydi, shirin gapirganlar uchraydi nurg'un. Agar ashta bo'lgan ish bo'lsa, biz yo pul xajlab bergan arni topamiz, yo 3, 2, 1 başladık. Qarang. O'zingiz qarang. Kimlarga bexatarlik qildi? Mahira bilan Xumarim. Xumarimga qapqanmoqchi. Başnaqir qalaman deyil. Xumarimchi 5-6 yoshli qizlarga dadasiga niqob oldirgan holatida hozir. Shunday xushal, chunki sizning oltingizdan bek suyunib, yil ash niqobni ilvatgan oltingizni kutyapti. Mahira, siz nima uchun chiroq saqlab qoldingiz? Men hamda u tanlab emas, balki abim siz hozir so'rgan bexatarlik tuyg'usi beraldimmi degan gapingiz bilan chiroq saqlab qoldim. Men bu narsani qilib berma, mehr-muhabbat berma. Shundoq bir bancham va mayda batchi bu bola u ganjolarni ham shu bexatarlik. Shundoq-ku biz yaxshi ko'rgan hammani qilsa o'zimizning ko'ngil tatganda tomoq etsak, agar itamizakmi bizni ranjib ketmay bizni tushundik ekan, shundoq-ku. Ana degan pul berdik ekan. Shundoq bir narsani bilib olish kerakmi shu? Bu o'g'il bolalar o'zini tasvirlaganda hargiz o'zini tasvirlamaydi. Dal o'zida yo'q narsalarni tasvirlaydi. Sizce ishlardan da bormi yo'qmi? Ko'pincha o'g'illarning tasvirlaganda men bundoq deydi emasman. Bu hammasi o'zida yo'q narsalarni tasvirlaydi. Orzusini tasvirlaydi. Qizlar yana odamlarni ko'pincha o'xshaydi hamda. Hamda bu ishlar odamning bexatarlik tuyg'usi degan nima deganda, bachcha odamning kallasida g'uva yo'q emas. Bu tushuncha, ammo g'uva.
amaliyotda bexatar tuyg'usi degan nima deganda odamda qo'rqish bo'ladi, qo'rqish. Odam doim 24 soat uning badanida qo'rqish bo'ldi. Biz buni kunjugan deymiz. Endi bu qo'rqish nima holatda bo'lishi mumkin degan vaqtda bu hamda sidqiy biz soyliganda yoki sidqiy proksiyaliganda biz balkim ba'zilarning bizni tashlab ketishdan qo'rqishga jug'inib qoldi. Ba'zilarning cho'lsa boshqalarning ayiblanishdan qo'rqishga jug'inib qoldi. Yana ba'zilarning boshqalarning mazoq qilishdan qo'rqishga jug'inib qoldi. Ba'zilarning uning odil muomala qilmasligidan qo'rqishga jug'inib qoladi. Yana ba'zilar uchun bir xil nomrod bo'lib qolishdan qo'rqishga jug'inib qoladi. Yana ba'zilarning uning hurmatsizlik qilishdan qo'rqishga jug'inib qoldi. Hamda odam shuningga jug'langandan keyin qarshi taraf hamda uning ash qo'rqishini basa olsa, ya qarshi taraf basanmaydi, hamda odam qarshi tarafni mushu endi qila oladi, mushu meni menga masalan hurmatsizlikdan qo'rqqan odam qarshi tarafni ko'rib, uning ba'zi harakatlari uni hurmatlaganda ko'ringanda anchonga shakllandi. Mushu ekan. Chunki u ba'da uni kunjuganni tuyuqsizlik besib etdi-da, kunjuganni bosdi deganga shu anchongan keldi degan gap. Yana ba'zilarni pul xajlab bersa anchongandek ish qilish mumkin. Chunki ba'zidan masalan namrat tuyg'udan qo'rqsa, qarshi taraf uning doim bir xil dafan pul xajlab bergandan keyin tuyuqsiz anchongan shaklda qilish mumkin. Mushunga tegsam, men bir umr ashunda qo'rqishdan yo'qaydi ekan deyish mumkin. Yana ba'zilar men sizni mengu tashlab etmayman degan gapni anglasam, shundoq bir anchongan shakllanib qolgan bo'lishi mumkin. Nimishqa? Chunki uning qo'rqishi shutida. Garchi nimishqa anchongan shakllanganini bilmasimi, ammo gap so'zlarning ichida ba'zilari anchongan shakllantirdi deb aql hodisini his qila olgan. Ishlardan bayotim bir nihoyat bir go'zal erning tasvirladi. Balkim bu ishlarda mana shunday bir odamga aylanish orzusi bo'lishi mumkin. Ammo bu hargizmi bu odamning hozir shunday odam ekanligidan nim qilmaydi. Direkt demaydi. Odam mukammal bo'lsa tug'ilmaydi. Mukammal bo'lgan bo'lsa tug'ilmaydi. Tug'ilgan keyin u mukammalsiz bo'ladi. Hayot jarayonida mukammallashadigan gap. Shunga hamda qizchalarning bu ishlarning bugun chiroyi muhim bo'lmay qoldi. Chiroyi muhim emas bo'ldi. Qag'indan o'zingni bilib Mana qilaylik. Tatigilada turmush ishida, o'ylanish ishlarida masalan qiz yigitlarning bir-birining kim ekanligini bilish, qanday odam ekanligini bilish aqlli huquqi bo'ladi-ku. Albatta, balkim hozir sahnada yeshil odamning niqobini avatmaslikmi huquqi bo'lamdigandir. Masalan, hozirning o'zida. Chunki hozir ham sahnadan tushib bular to'y qilishi notayin-ku. Endi buning doiraligi niqobni elvetish, elvatmaslik o'zining huquqi. Anondan keyin bu yeshil odamni qaysi qizning tanlash, tanlamasligi shu qizning o'zining huquqi. Endi lekin bu yerda bu chaqchaqligan ish emas. Ömrünün ahirigacha birga o'tadigan, ham bir-biriga bo'lgan hammalar. Shunga bo'lsa, shuningga inchki muomala qilib, haqiqiy ahvolni tuqqandan keyin to'y qilsa deb qarayman. Nayt yaxshi o'zingizning alayidlik, ortiqchilik, talab, ehtiyojlaringizni to'g'ri o'tirib qo'ya oldingiz. Bu siz yigitlar shundaqroq chiqqan bo'lsa biz bak xush bo'lamiz. Yana bir tarafdan hamda azroq his qilganlarim haddidan ziyoda yaxshiman degan holatda o'zingizni ifodalashingizmi menda nurg'un gumoniy tuyg'ularni shakllantirdi udildek. Endi sizga qo'ydigan talab, agar siz niqobingizni avutib o'zingizning kim ekanligini oshkorlasangiz, ikki qizning chiroqni davomli saqlab qilib siz bilan yana mungdishiga men yo'l qo'yaman. Agar niqobingizni avatmasangiz, albatta sizni majburlayolmaymiz, bu sizning huquqingiz. İki qizning hozirning o'zida chiroqni o'chirib yetinglar, sahnadan tushib ketishinglarga ruxsat yo'q deyman. Qaysini tanlaysiz? Turmushda men shu tug'ilishdan ta hozir qadar hamda bir shu cho'qqinmalik, mening ismim Shadaya, nag basam ishtaya deb shunda bir jafo mushaqqatdan tug'ilgan, hozir qadar shunchalik jafolik ishlab kelyapman. Şuna turmuşumda men o'zim aldirash odam bo'lgandan keyin sizga o'xshash ashunda komediyalik, ham menga bir xil erkinlik tuyg'usi ato qila oladigan, mushta xushallik ato qila oladigan odam bo'lsa, men menga mushta chirg'imni saqlab qolman. Rahmat. Rahmat sizga. Bu bolaga nisbatan faqatlam uy tutish
faqatla bir hayotini o'tkazadigan, uy tutadigan ayol lozim ekan, lekin bu odamni yaxshi ko'radigan ayol lozim emas ekan deb o'yladim. Chunki ayol bo'lish sifatimiz bilan erlarni kullamaymiz, to'g'ri, biz uning ishimiz. Men yurib boqqan, men kullab boqmadim, lekin biza bo'lsa odamning yaxshi ko'rgan odamni uchun qizg'indi. Ashtiatlardan bu odam bilan men mayli qilib muhabbatni cho'ng bilmayman, chunki men burun degan men cho'ay deb. Men o'zim cho'ay bo'lgandan keyin men muhabbat berganlarni yaxshi ko'rman. Şuna bu adam bana nispeten birinciden şu abim niqab dedim, ikinciden bana en çok bir alaydı. Hayatımda şundak bir xil yaqinsiz sudek bunda şunda yaxshi o'taman, lekin bana bermay yaxshi ko'rgan muhabbatni berolmaydi bir umrchu. Şuna men chiroqni o'chirdim. Rahmat. Eng oxirgi qitimliq fursat. Niqabingizni olamsiz, olmamsiz? Niqabni olmay. Ha. Niqamni ama en ahırda ben özümün bir yağız yürek sözünü davasam bunun için elçi programısı nait yaxşı işlenmetidu, halkımızdan nait yaxşı görüp kollap işte kuvvetleşige erişiyotidu. Her qaysi ustazlar olsun, riyasatçı olsun, qatnashayotgan barliq güzel qizlar olsun, biz köpten köp rahmet aytamiz. O'g'illarni ham shunday nait Cuşkun keyfiyatıyla müstekni kevatkallan ba, ama nait temtirep, özünün gipini tapamay, vudukup, şuna kevatkallan ba. En ahırda kipen busa, bunu mümkün ki çıkan oğullarının nait kayser, ruhluk, en mühim rastçıl, bir oğullar has karakteri bilen çıkıp, müstekinde özünün bir kişilik, bir baxtın tipib, güzel bir kelgüsünü yaratıp çıkkeske diye ümitde. Hemenler köpten köp rahmet. Rahmet, işli adam. Sulqmar singlim, chiroqni o'chirib yeting. Ranjimang mendan. Chunki biz sizning kim, qandoq odam ekanligingizni to'liq bilmagan ahvol ostida qizlarimiz har qancha chiroq saqlab qolsa-mu, ijozat beramaymiz. To'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Rahmat sizga. Bo'ldi. Bizga ham xushallik baxsh etdingiz, ham bir sirliq savollarni qoldirib tushib ketdingiz. Siz zodi kim? Biz keyin aniqlab ko'raylik. Rahmat. Rahmat. Nim mukofot yo'qmi? To'xtang. Biz sirliq odamga shu mukofot berish masalasini unutibman. Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan shifr markaliq energiya quvvat yurishligini sizga sovg'a qilamiz. Rahmat. Energiyaga to'lib, bo'sma sirliq qiyofatingizni, niqobingizni yirtib tashlab qayta chiqishingizni umid qilamiz. Rahmat. Endi satosimi bekorlik narsaga amroq qildik odamchi. Endi ma'qul rahmat sizlarga. Aman bo'linglar qizlar. Juma? Yana Mənbək bay, ayalım putunu sozub oturup itipəgən tamağımını yiyin pul tapıma dedi. Hey bu qandaq oğullarını canlıq bolsun dedi. Demək bizning elçimizni yaxshi ko'rib kelgan yeşil odamni bugun kutib oldik. Mayli o kim bo'lishidan qat'iy nazar ish bo'lmaganda sahnimizdan bexatar ayrildi. Bizmi xohlagancha bir qizni uning qo'liga tutqizmadik. Mana bu elchining tutgan yo'li. Biz ko'pchilikning qizlarni avaylaymiz. Men bugun programmaning beshida dedim. Sizlar uyinglar uchun aytganda dadanglarning, opanglarning chekisidagi gul. Sizlar elchi uchun aytgandimi bizning chekimizga qisilgan g'uncha gul sizlar. Sizlarni asrash bizning mas'uliyatimiz. Davomli, dadil, yuraklik holatda, bo'ytoq holatida elchimizga keladigan yigitlarni qarshi olamiz, qizlarni ham. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning tajidorligini o'zgacha tanqid tutqunlari bilan iste'molchilarning olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Cho'ng Usta yemaklik ishlab chiqarish cheklanish shirkati o'z ustiga olgan. Xinjiang Fasil xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Qizlar sizlar charchadinglar. Xinjiang Bergnas xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan yurishlik mukofotlar bilan Xinjiang Tilsimat kirim buyumlar savdo cheklanish shirkati ta'minlagan xushpuroq atir sizlarga sovg'atlik bo'lsin, qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning bugungi soati mishada oxirlashdi. To'limiz sirliq, g'alit mehmondan birini kutib oldik. Aslilik bo'lib qolg'isi. Xayr xo'sh. Men kuygan qiz bay akamning yolg'iz qizi. Qalam qashliq asmondagi oyning o'zi. Men